ovqat yegan odamlar qonli daryoda suzayotgan edilar. Zinokorlarni ko'rdilar. Tandirni ichida edilar. Qip yalang'och tagidan olov quyilayotgan edi. Olovda yonayotgan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Jabroildan so'radilar, ular kim deganlarda dunyoda zino qilgan erkak va ayollar dedilar. Mana shu holatlarni ko'rdilar. Bir odamni ko'rdilar. Bitta toshni, kichik toshni ko'tara olmayotgandi. U yog'idan aylanardi, bu yog'idan aylanardi, u tomondan aylanardi. U toshni ko'tara olmasdi. Ozgina vaqtdan keyin ko'rdilar. Toshni ham ko'tarayotgan edi. Farishtalar uni ustiga yana undan kattaroq tosh qo'ysalar ham bemalol ko'tarayotgandi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam savol berdilar: "Ey Jabroil, o'zi bu kichkina toshni ko'tara olmayotgan edi hozir. Undan keyin ko'tardi. Uning ustiga farishtalar kelib, uning ustiga undan ham kattaroq va undan ham og'irroq toshlarni qo'yyaptilar, bu bemalol ko'taryapti. Ular kim? Buni qanday tushunsam bo'ladi?" dedilar. Shunda Jabroil alayhissalom nima dedilar? Birinchi mayda toshni ko'tara olmayotgan vaqtida u gunohni birinchi marta sodir qilayotgandi. Gunohni ko'tara olmayotgandi. O'zini bosar tusarini bilmay qolgandi. Chunki u gunohni birinchi marta sodir qildi. Lekin farishtalar uning ustiga yana katta tosh qo'yayotganligi aslida uning gunohlari bir marta u gunohni qilgandan keyin bemalol qiladigan bo'ldi. Boshida bir marta kichik gunohni ko'tara olmadi. Fitrati toza-da. Fitrati ko'tara olmayotgan edi. Undan keyin gunohlarga o'rgandi u.